Tamamlaştırımızlık şeyimizni vatandaş bugünkü İslaha 2021 yıl 6. ayının 9. günü. Endiki mavzu mındak. Sabık devlet işlakatı mındak görsetdi. Juqumluq virusunun tecrübexanadan çıkıp ketkenligini burullu inkar kılgan kişiler zor hatalık ötkazdı. Mavzulu haber 6. ayının 7. gün erkinlik vakit gazetede ilan kılındı haber mındak başlandı. Juqumluq virusunun tecrübexanadan çıkıp ketkenligi doğrusida gap sözler şu çağda suiqasd nazariyasi bulup kalgan edi. Lekin bugün bu gap işinishga bo'ladigan gap bulup kaldı. Sabık devlet işler katibi Condoleezza Rice mundaq ko'rsatdi. Amerika sağlamlık amaldorlari dastlabki juqumluq virusining Jungo Wuhan tajribaxonasidan tashqariga chiqib ketganligini inkor qilganligi bu zor xatolik edi. Sabık devlet işler katibi Condoleezza Rice mundaq ko'rsatdi. Wuhanda virus portlaganda Jungo yoshurdi. Şu vaqtki SARS virusiga o'xshash har qaysi ellarning virusni kontrol qilishni vaqtni qo'ldan chiqarib qo'yishini keltirib chiqadi. Sabiq davlat ishlar kotibi Condoleezza Rice Kolumbiya radio şirketi CBS'ning siyosatga butun mamlakatga yuzlanish programmasiga suhbat bayon qilganda mundaq ko'rsatdi. Wuhan'da virus portlagan dastlabki chaqda nurg'un sadolar virusning tajribaxonadan chiqib ketish mumkinligini chetga qaqqan edi. Amerikada matbuotlarning buningda muhim mas'uliyati bor. İstihbarat xabarlaridan oshkorlandiki, juqumluq virus bilan og'riganlar 2019-yili 11-oyda paydo bo'lishga boshlagan edi. Balki keskin masala shu vaqtda o'ttirg'i chiqqan edi. Sabık devlet işler katibi Condoleezza Rice mundaq ko'rsatdi. Amerika dastlabda xatolaşdi. Nurg'un amaldorlar virusning tajribaxonadan chiqib ketganligini inkor qildi. Natija shuni isbotlab berdiki, virusning tajribaxonadan chiqib ketganligiga ishonishga bo'ladi.